ACA'ga urushadigan odam nimaga UFC'ga o'tishga qiyin? Rossiya va O'zbekistonga pul yuborishni xohlaydiganlar uchun Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor ilovasida siz yaxshi kurslarda dollar yoki rublda unga pul yuborishingiz mumkin, yoki so'mda yubormoqchi bo'lsangiz, Uzkart yoki Humo kartga past foizlarda bemalol pul yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yubor ilovasini siz App Store yoki Google Play dan skachat qilib olishingiz mumkin, yoki kommentariyaga, videoni kommentariyasiga o'tamiz va o'sha yerda silka orqali o'tib skachat qilib olasiz. Hammaga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Rossiyani juda ham birinchi raqamli promosheni bor, bilasizlar, ACA, va unda urushgan jangchilarning ko'pchiligini UFC'ga olishmaydi. Bunga bir qator sabablar bor. Xo'p, eng asosiylardan biri bu ACA o'zini UFC'ga raqobatchi deb biladi. Va to'g'ri, oldinlari urushgan bolalar bor. Masalan, Magomed Ankalayev yoki Zabit Magomed Sharipov urushgan, hattoki chempion ham bo'lishgan. Keyinchalik ularni UFC'ga olgan. Lekin u vaqtlari ACA UFC'ga raqobatdosh hisoblamasdi o'zini va hisoblanmasdi ham. Shuning uchun ham UFC olgan talantli jangchilar. Hozirda UFC o'ziga qanaqadir bilmasam, endi insonning egosi bo'ladimi, har safar ACA'ni boshlig'i gapirganda biz UFC'ga raqobatchimiz, boshqamiz degan vaqtida UFC'ning odamlari ham bu narsani eshitsa kerak menimcha, va ularga ham bu narsa yoqmaydi, raqobatdosh promotionlardan jangchi olish. Va aksincha UFC'dan ketgan ballar ACA'ga boryapti lekin. Xo'p, endi ACA'chi UFC'ga jangchilarni chiqarishni xohlamaydimi? Yo'q, ular xohlamaydi. Nimaga? O'zini talantli jangchilarni o'zida qoldirishni xohlaydi ular, va ular bitta narsa bor, yana bitta UFC'ga kira olmasligini, steroidlarga 100% ruxsat bergan ular. Steroidlarga ruxsat berilgan va jangchilar 100% steroid bilan ishlashadi, ya'ni doping bilan ishlashadi. Va ACA masalan yaxshi jangchisi ketyaptimi, uni bitta boyga kontrakt qoldi. Masalan 5 ta boyga kontrakt tuzgan edi, bitta boy qoldi. Va o'sha boydan keyin masalan u jangchi UFC'ga o'tmoqchidir. Lekin unga aytiladi, chaqiriladi, bu endi ichki gaplar. Bu narsani faqat jangchilar biladi va promotionda ishlayotganlar biladi. Lekin bu narsani masalaga aytaman. Ya'ni san bitta boy qoldi. Senga boy berishimiz uchun sen biz bilan kontrakt tuzasan. Ular hammaga ham bu gapni aytishmaydi, faqat eng kerakli jangchilarga aytishadi. Senga paroncha masalan shu paytgacha $50,000 olib yurgan bo'lsa, unga aytishadi, biz senga $100,000 beramiz yoki $70,000 beramiz keyingi janglaringga. Sen ACA'da qolasan. Shunda senga bitta jang beramiz va urushasan bizda. Ya'ni bitta jangni beramiz, qachon? Biz bilan kontraktni boshidan imzolaysan. Ya'ni yana 4 ta yoki 5 ta jangga kontrakt imzolaysan. Shunda biz senga boy beramiz deydi. Agar jangchi yo'q deydigan bo'lsa, kutishga majbur. Qancha bo'lsa kutaveradi yoki kuchli jangchi bilan berishadi. Va oxir oqibatda boyaga talantli jangchilar qolib ketyapti. Bularga misol qilib keltirish mumkin. Edvard Vartanyan ACA'ning Grand Prix'ini g'olibi, juda ham kuchli jangchilarni yutdi. Qanchadan qancha aytdi, ochiqchasiga aytdi, men o'tmoqchiman. Davay meni qabul qil deb olmayapti. Masalan, Yusuf Raisov ochiqchasiga aytdi, men UFC'ga o'tmoqchiman deb ham olishmadi. Shunaqa do'stlar, ACA'dan o'tsa bo'lar, lekin kontraktingiz masalan ACA bittalik janglarga chaqiradi. Masalan, menga ham kecha menejer yozyapti, rossiyalik menejer, yo'q, Rossiya emas, gruziyalik menejer yozyapti. Men seni ACA'ga gaplashmoqchiman, urushasanmi? Xo'p, mayli urushaman, lekin men deyapman, hardkor bilan meni kontraktim bor. 6 ta boyga kontraktim bor. Dalgostochniy, ya'ni uzoq muddatli kontrakt tuzolmayman ACA bilan. Men bittalik kontrakt tuzishim mumkin. Yo'q, ACA bittalik kontrakt bilan ishlamaydi. Qachon ishlamaydi? Siz kerakli jangchi bo'lsangiz, bittalik kontrakt tuzmaydi ular. Ular uzoq muddatli kontrakt bilan ishlashadi. Shunaqa do'stlar, savollar bo'lsa marhamat, yana yozinglar kommentariyada, javob berishga harakat qilaman. Hammaga salomat bo'linglar. Aytgandek, kanalni qo'llab-quvvatlash uchun mana karta raqamlari podpishka qilib qo'yasizlar degan umiddaman.